Barchaga assalomu alaykum, aziz bilyard muxlislari. Endi ko'pchilik mendan so'raydi, "Aka, kiyiz nima kiydi o'ynaysiz?" deb. Men kiyim qo'limda ajbaki. Bu ajbaki Diana Mironovani kiyi, shaxsan o'zidan olingan kiyi. Men o'zim bu qizga muxlisman, juda ham yoqtiraman. Shuning uchun menga bir ukaxonim shuni shu olib kelib hadya qilgan. Endi aytishyapti, Diana Mironova hamaqangi sharra kirg'izdi, siz ham kirg'iza olasizmi dedi. Nafaqat men kirg'izishim mumkin. Kim bilyard sportini yaxshi ko'rsa, qiziqsa, barchada bu narsalar chiqishi mumkin, faqat harakat qilsangiz bo'ldi. Kirg'izsa bo'ladimi yoki yo'q? Hamma narsaning iloji bor. Faqatgina o'zingiz qiziqib harakat qilsangiz, barchasi shunaqa tarzda chiqaveradi.